Uyghur yazgıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq romanı. Bu roman Belqut şirketide avazga elenip Belqut torida anlatıldı. Turdi Hasanның pensiyaga chiqqanligidan o'z vaqtida xabar topgan Xal ay bo'lsa, erining Urumchiga chaqirtilganligi, ishxona, ustal, tegishli hujjat materiallarni ham mashinasini topshirish vaqtining bo'lganligi haqidagi uqtirishdan ancha hayronlik his qilmadi. Turdi Hasanның deganlari albatta haqiqiy. Qo'shimcha kirimlar manbasining o'zilganligi. Şuna bundan keyin yotqanға qarab tutulmasa bo'lmaydiganligi. O'shiqcha chiqimlarni iloji bor qisqartish haqidagi maslahat ham nasihatlari Xal ayni tabiiy holda qoyil qildi. Ammo bog'ning mevasini setib olish uchun oyozni katkizib yetib, oshpaz oyat buyini elib qilish haqidagi qarordan uning ichi tortildi. Xal ay uçuq aşkara Oyazның tarifini alamaydı. Onun sizmi Turdi Hasan her xil gumallardan xali emas edi. Urumchidagi katib Turdi Hasanga bevosita telefon berish oldida dachidagi uyga telefon bergan edi. Xal ay telefonda erining Urumchiga chaqirtilganligini anglab, shu hamonla Oyazdan ansirdi. U darhalla Oyazni chaqirib ba'zi ehtimollarni tushuntirib, vaqti kelganda o'ziga moslashib berishni topilgan edi. Mana hozir Xal ay bo'lsa, Oyaz bilan oldin kelishib olgan plan bo'yicha intayin aplik bir hikoyani to'qigan edi. Turdi Hasanning ko'zlari olchakman bo'lib ketdi. Rostilla uningda tilxatning ko'paytirilmasi bormikan? İşenmeseniz Oyazni chaqirib, o'z ko'zingiz bilan ko'rib baxmamsiz? Dedi Xal ay tamkin talaffuzda. O'tgandimi bir kirib ekan, men uningga nasihat qilib chiqarib etgan. Bugun tushda yana kirib meni bir muncha tanglikda qo'ydi. U nima dedi? Nozirning oldida nima gunoh qilganimni bilmayman. Meni ko'rar ko'zi yo'q. Şuna eğiz öysep bermen dep avara bulmuşsun. Hazırki 2 eğiz öyümni öz içige ağan halda 3 mo yer acırtıp basılı boldu. Say köhtat terip jenimni baqay degandek bir muncha ko'ngil og'riqlarini dedi. Qo'lidagi isbotnomani rostili ko'rdingizmi? Mendan so'ravergicha hozirla o'zingiz chiqib ko'rsangiz bo'ladi-ku. Texil siz o'z qo'lingiz bilan yezib bergan tilxatning ko'paytirilmasidan sir Adliya idorasi jamoat guvohligi boshqarmasining tomg'isi besilgan jamoat guvohligi isbotnomasi bor ekan. Nima? Turdi Hasan xeyli uzungacha tunjiqib ketdi. Pah, bugungi zamonda ahmoq, go'l, nodon, sodda odam qolmabdi. Texi jamoat guvohligi isbotnomimi qildirib olganini ko'mamdigan. Nada yuttirib qo'yganimni bilmayman. Asl nusxasini topolmadim, lekin bu ko'paytirilma nusxasi bilan jamoat guvohligi nusxasini Oysima ko'nikonikiga yo'gab yoshirin qo'yib ekan deb akiribdi. Tova, bunda qilish bu kolvalarning oddiy kollasiga qandoq kelgandi? O'z vaqtida Oysimaning muallim ukisi shunda qildirib ekan. Xal ay qizi Naimaning jamoat guvohligining yelini oldiga surib etganligiga hozirgacha hayron edi. Dastlabda men bu sizga o'xshash ishonmagan edim, lekin Adliya idorasining tamg'isiga qarab og'zim ochiqli qoldi. Mundaqda Turdi Hasan bosh chayqadi. Muallim degan oshundoq lolma itdek tumshiqini tiqmaydigan yeri yo'q. Bo'lmasa o qapoq boshlarning nadin xiyoliga kelsin.
Turdi Hasan yana nimadir so'ramoqchi bo'lib, og'zini emallishiga ishik chekilib, Oyazning qomatli gavdasi bo'sig'ida ko'rindi. Tunazir, mashinani yuvib, moy to'liqlab qo'ydim. Yana biror yo'l yo'riqlari bormikin? Ha, bor. Ya, yo'q. Bo'ldi, ishni qilayver. To'xta. Xol ayning xo'jayinlarcha talabbuzidan Oyaz kayniga qayrildi. Oyaz, bu oilaning beshiga kelgan o'ngsizliklardan senmi xabar tepib qol. Albatta, 6 yildan beri mushu oilaning tuz taomini yeb kelding. Mundaqcha aytganda o'z odamsan. Xo'sh, xonim. Oyaz yerdan ustin qarmay engishib turadi. Xol ayning takabburona talabbuzi ham eg'ir vaznlik buyruqlari Turdi Hasanni xush qilibdi. Hatto bu chaqqicha ko'nglini xira qilib turgan tumanlar birdan tarqalib ketgandek bo'ldi. Xol ay erining pensiyaga chiqqandan keyingi dush kelayotgan tanglik qiyinchiliklarni tip-tuzlab dedi. Shundaqla Oyaz ham marhum Oysimaning bu dacha uchun jon kuydirib kelganligini maqtadi. So'zining oxirida uningdan kutadigan umid talablarini tuzib qilmayli da'vat. Xol ayxonim, bu bog'ning har yilqi kirimi 5-6 ming so'mga boradi. Har qaysiriga ma'lum. Bir necha yil so'g'uq urib ketib, hech nima bo'lmadi. Oyaz yerdan ustin qarmay so'zlab o'tdi. Bu yil üzüm, şapdol, olmalar qiliqsiz bo'lib ketdi. Helitan baqqallar kelib 17-18 ming so'm qildi. Lekin men 30 mingdan tushmadim. Albatta, tunazir mashinasiz qilib qolsa, bu qandoq bo'lg'ini? Men bog'ning mevasidan qilgan kirimni shundaqla topshiray. Her qaysilaridan turmush pulimi tama qilmayman. Qursog'im to'ysili bo'ldi. Tunazirning hozirgacha beshimni silab, otadarchilik qilib kelganligini mushundoq chog'da yondirmasam, qora yuz bo'lib ketmamdim. Yaxshi, ish qilib, Nazir akaning shafoatini unutmasanglar bo'ldi. Xol ayning chiroyi intayin tamkin edi. Shu turqadimi sening g'amingni qilib so'zishib turardik. Bo'ldi, mening g'amimni qilishmisizlar? Dedi Oyaz muloyimlik bilan. Bog'dagi o'riklardan 2 tutni etib qilib qog'inini qoq selvatdim. Qurisa setib, osh tuzga ishiltiman. Nazir akam bilan maslahatlashdik. Buningdan keyin oyatli bir kishilik tomoqni o'shiq etadigan bo'ldi. Yolg'iz seningga qozon esib yurma. Xol ay eriga ma'nilik qarab qo'ydi. Bundaq yolg'iz o'tayveramsan. Dachining ishlariga ulgurmaydi ekansan. Qandaq biror putishgan yering bormi-ya? Tuqqanlar bir qancha yani sayiqib baxti. Oyaz qizirib yerga qaradi. Lekin Oysimaning yili to'shmay turib to'y qilishga zodilar rayim yo'q. Shunga to'xtag'ash turdim. Agar shundoq ishning sharpsi bo'lsa, dedi Turdi Hasan chiroyi villadi ichilib. Bizni xabarlantirib qo'y. Qo'limizdan kelishicha qilamiz. Tunazirga rahmat. Xol ay xonimga rahmat. Oyaz chiqib ketdi. Turdi Hasan Xol ayga hech ko'rilmagan bir xil mehr ham suyunish bilan qaradi-da, asta quchoqladi. Burunqi jangnomalarda ayol kishining bir eg'iz lafzi, bir qarishi jangning taqdirini belgilaydi deb yozilgan ekan. Mana Xol ay bir necha eg'iz so'zi ham oddiy tadbiri bilan dochining butunligini saqlab qolishdan sirt Turdi Hasan yetmoqchi bo'lgan rejimga noil qildi. Texi Oyaz haqsiz ishlamoqchi bo'ldi.
Uni haydayotgan taqdirda yana bir odam yollamasi bo'lmaydi. Uning ish haqi yanala Turdi Hasanning zimmasiga tushadi. Mana amdilikda Turdi Hasanning chiroyi yomg'irdan keyingi oftobdek lappada echildi. U xotinidan suyunib asta engishdi. Andin xal ayning peshona manzillariga, holrang jinastidek lavlariga ishtiyoq bilan suydi. Suygan seri xal ayning badallari tikallashib, oralla toqat qilib turdi. Bu suyish Eren daryo bo'yidagi bir qitimliq qattiq suyishga hargiz o'xshamaydi. U suyish xal ayning gul badanini simabdak eritib, cheksiz larzaga solgan edi. Ürümchiga ma'man da'vatsiz, vaqt o'tib ketmasin, dedi xal ay hal sirg'inicha. O'zim turib qolmaydigansiz. Yo'q, ko'p bo'lsa bir hafta turaman-da, qaytaman. Bu yerda bejaradigan muhim ishlarim bor. Pensiyaga chiqib, barliq xizmat besimidan azob bo'ldingiz, dedi xal ay echingan qiyofatda. Endi dam olmay yana qandoq muhim ishkan u? Ag'zam to'ri degan do'q 3 yil oldida oltin do'kini ichib berman deb mendan 200 ming so'm qarz olgan edi. Turdi Hasanning qiyoq ko'zlari qisildi. Bu qitim u qeri oltin do'kini ichib berdi yoki pulni qaytardi. Ajab men uqmaydi ekanman-a? Sizni ko'tildab ketmasin deb demagan edim. Sizga ajoyib odamda. Xalay yolg'on rostlardan olib qo'ydi. Men nimani deydim? Haras, Ürümchiga beribla naymani izdang. Uning ishlari tugagan bo'lsa, o'zingiz bilan birga qaytirib keling. Birim bo'yimlari olg'ili Singapurga ketibdi, davatmamdingiz. Bu chaqcha qaytibmi kelgandu? Xal ay Turdi Hasanning bir nechqor kiyim ham turmush lozimatliklarini safar chamadoniga qachalab bergandan keyin uydan chiqdi. Ular egiz palampaydan tushib yetib, onarliq etizida ishlayotgan Oyazni g'ilpal ko'rib qoldi. U anar tüvelerini ketmen bilen yumuştuvatqaşqa, bökküde anarlık içinde ba'zida ko'rinib, ba'zida ko'rinmaydi. Oyaz! Vaqirdi Turdi Hasan. Mashinani darvoza oldiga ochiq. Xo'p, Nazir. Oyaz ketmenini tashlab avval darvozaning ikkala qanotini cho'ng echibdi. Ondan mashina qo'yilgan saynaga yugurib ketdi. U mashinani gullik anarliqlarning orliqidagi choqchoq yeyitilgan yo'llardan siniq aylantirib elib kelganda Nazir bilan Xalay uni saqlab turibdi. Oyaz, dachining barliq amonligi sana qoldi. Turdi Hasanning talabbuzi qattiq edi. Biror kelishmaslik bo'lib qolsa, mening mijozimni obdan bilasan. Xotirjam bo'lsizlar, Nazir. O'yla o'tirsida yatsammu bo'ladi, dedi Oyaz jiddiy qiyofatda. Uyqum intayin sagak. Bo'sig'idan o'minib kirgan qo'ng'izning shapsinimi anglab yotaman. Agar tomdan sahrab tushga jur'at qilgan qanchaki odam bo'lsa, bir o'zimni tetiy olayman. To'g'ri, senda qora kuchmu bor, pammu bor. Turdi Hasan kulib qo'ydi. Shundaqdimi darvozani mazmun taqab yotqin. Kechalarda qo'lchirg'ingni elib, docha atrofini pat-pat oylan. Hey, mushundaq chaqlarda bir o'g'lim bo'lgan bo'lsa, ha? Xudoyim hajatni etmabdi ekan. Xalay erining davomliq og'zidan tushirmaydigan bu quruq armonini Oyazning yanada deganligi uchun bo'lakchilar izotat deb negadir qarab oldi. Uning bundoq o'ng'aysiz holatini Oyaz darhol gapda putlatdi. Dachidan tamoman xotirjam bo'lsalar, Nazir.
Tapşırıqlarını becanidil o'rinlayman. Oyat buning norasida bir yetim bolasi ham qiyri onasi bo'lg'ashqa kash taraflarda dochida bo'lolmaydi, dedi Turdi Hasan kabinkaga joylashib o'tirib etib. Shunga ayol xo'jayinning jiroq yaqin ishlariga hamdamdi bo'l. Xo'p Nazir, ah yo'l bo'lsin. Sizga dayman deb unutib qoptiman, dedi Xalay kabinka terisiga emishib. Baya heliqi qovuz degan qartunguzdan telefon ketdikan. Yo'q debla qo'yib etdim. Sizning mushu paylangizda Taypinam zamonasidagi ko'ngil og'riqlariga esilib elib, bir odamni yomon berdikansiz. Qovuz siz o'ylagandek. Bo'ldilar. Uning etini zadili anlig'im yo'q. Serqaschi o'g'rining. Serqaschi? Turdi Hasanning ko'zlari yo'g'on ichildi. Bu chog'da Oyoz tuydirmay Xalqayga ko'zini chimchiqlatib sharpi berdi. Nima deganingiz bu, ha? Ish qilib yaxshi narsa emasmiki deb o'ylayman. Unda qap-qarasiga gap qilmang. Men hozir shuning qishig'i borman. Uni izdigida qandoq muhim ishingiz bor edi? Xalay qizi Naimadan ansirab qolgan edi. Qani danga, nima vajidan izdemoqchi? Bu oldin o'ylanib olmagan Turdi Hasan darhol javob bermadi. Albatta qovuz orqali tug'liqning adibini bermoqchi ekanligini ularga tegilib bo'lmaydi. Shunga uning duduqlashlaridan gumonlanib qolgan Xalay andikib so'radi. Uni nimaga izlamoqchi bo'lib qoldingiz? Cho'qim bir sabab bor. O'zingiz boya telefon keldi dedingiz-ku. Nima ishi borligini o'qib boqmadim. Xo'sh, men ketdim. Turdi Hasan mashinani 200 qadamdak Cho'kantal ko'chasidan asta yig'inglatib, cho'ng yo'lga chiqishilib qarab turgan Xalay bilan Oyoz mashinaning qorisi yo'qolgandan keyinla ho'ylaga kirib ketdi. Oyoz darvozaning cho'ng kichik qiltonlarini silib, anar etizliqiga bordi. U amdila ketmanini qo'liga elib turishiga Xalay anar ko'chatlari orasidan engishib, tikanlik shoxlardan o'zini qochirib kelgicha terlab ketgan edi. Boya menga maslashib berib obdan qildingiz, dedi Xalay peshonisidagi terlarini sirtib. Chondirib qo'yarmikin deb ansirgan edim, lekin mening ko'nglimda o'ylaganlarimdek javob berdingiz. Sizning chiroyingiz, talaffuzungiz, tushuntirishlaringizning o'ranidilla oranglarda qandoq ishlarning yuz berganligini his qilib bo'lgan edim, dedi Oyoz anar tuvini yumshtib. Shundaqdimi qo'rqqanimdan terlab ketdim. Sizmi qo'rqimsiz? Xalay qiyab yiqib kulimsiradi. Heliq chaqda cheqir ko'z cho'kan beliq qiz bilan qovuzni urgandagi alfozingizdan hazar aylagan sizdin. Tosli qoptikansiz, ikkilisini bir yo'lala jahannamga yo'llag'ili. Albatta siz uchun edi. Xalay qizirib ketdi. Mushu qomatlik uning yalang'och holatini ko'rgan. Adyalga o'rg'an. Iran daryo bo'yidagi pinhonga elib kelgan. Ammo tog'u toshlarni g'o'latib kelgan qiyamdek tomirlarga urilayotgan qon yuraklarni o'ynatib etgan vahshiy tuyg'ularni zulm bilan besib daryo bo'yiga ketgan. Ham kechining muzdek suyida o'zini sagitgan edi. Boya qo'rqinimmi yanala siz uchun bo'ldi. Oyoz Xalayning qizargan chehriga, chiroyli nomuschan ko'zlariga qarab bir qismili bo'lib qoldi. Agar Nozir salli gumonlanib qoldimi, sizga ko'ngil og'riq tepib berardim. Manga? Siz manga?
Xal ayning keng badam qapoqlari lappida tush bilan qalin kirpiklar muloyim cho'ng ko'zlarni chimpardak yipib oldi. Nemanchilik kuyinasiz? Sizmi menga? Ayazning nafsi bo'ldi. Qanot yetib kelyapsiz-ku. Bu nima uchun? Chunki siz ketsangiz bo'lmaydi. Xal ayning ko'zlari nimadir davatadi. Nemishqa amdi? Bu Xal ay ko'nglidagini deyamadi. Siz mushu dachaning egisi tursangiz. Dachaning egalari Xal ay xonim bilan turdi nozirda. Yer sizning-da. Ayaz hech ko'rilmagan jur'at bilan Xal ayning mo'ralaridan asta quchoqladi. Siliqqina bag'riga bosdi. Yumran inaklaridan ko'tirib o'ziga qaratdi. Ammo Xal ay uzun kirpiklar yoshirib olgan uyatchan ko'zlarini ochmadi. Rost gapingizni qilmadingiz. Ayaz Xal ayning yuzlarini suvab etib asta shivirladi. Hem birdilla bo'yin, mangzi, ko'z, lavlariga osh ko'zlarcha suyib ketdi. U hasratdi, titraydi, bir vahshiy shirin kuch uni larziga soladi. Ammo butun badani bo'shib, behush siyoh bo'lib qolgan Xal ayda hech qanday qarshilik yo'q edi. U ixtiyorini ashu kuchlik bilaklarga topshirib etganda qiladi. Ayaz Xal ayni dast ko'tirdi-da, onarliqdan avaylab yengib, etis qaraga chiqqandila Xal ay ko'zlarini vallada ochdi. Ayaz, meni qo'yib eting, unda qilmang. Yo'q, meni uyingizga akirmang. Oyat bo'lib qoladi. Men sizdan qo'shib qolay. Ayaz onarda qizirib ko'zlaridan nur chiqin chiqayotgan Xal ayni qaraga qo'ydi. Xal ay atrofga aloq-jaloq qaradi-da, ko'ngnak etaklarini ko'tirgunicha tek falafayga yugurib chiqib ketdi. Xal ay hujrasiga kiribla o'zini karvatiga etib etdi. Uning yuragi etilib chiqadigandak tartibsiz so'qiyotdi. Necha yillardan beri zotining qo'li tegmagan savri bo'yi chaqmoq urgandek silkinibdi. Husni badani kamoliga yetgan. Ayollik zuvilisi gul yoqalarini sharbatga to'ldirgan-u, biroq to'kilmagan. Uning darna simasi birdilla qizliqiga yongandek bo'ldi. Shundoq erning sirliq bag'ri, o'tliq suyishlari uningga uzun yillar ayrilgan. Lekin unutamagan shirin, laziz jannat huzurini ato qilgan edi. Xal ay o't bo'lib yeniyotgan yuzlarini siladi. Yirik engizlagan qap-qara soqol burutlar tikandek sanchilib etishtirib etgan bo'lsa-mu, yirigi shodlikdan kulvatadi. U deriza pardasini qayrib mara etdi. Ayazning qomati anar shoxlari orasidan ko'ringan hamon yuzini qochiratdi. Agar ko'rinmay qolsa, taqozo bo'lib uzoq talmirib qaraydi. U mushundoq betoqatlik ichida sirqimi chiqmay kashmi kirdi. Oyat bu ishni chekib bo'sig'ida paydo bo'ldi-da, o'ziga ta'tir qarab dariza tuvida turgan ayol xo'jayiniga qaradi. 36 yoshlarning qarisini olgan bu cho'kan keyingi kunlarda yasinib tarinib yuradigan, osh tamoq etib Ayazning uyiga pat-patla qaraydigan. Agar Ayaz uchrab qolgandek bo'lsa, qizirib, to'lg'inib, qilg'ili qiliq topolmaydigan bo'lib qolgan edi. Xal ayhada, kashlik tamoqqa ko'nglingiz nima tortdi ekan? Ochiq-chiqchi qo'rma bilan xo'rman yesak qandoq? Choyni qo'yig'roq damlang. Xal ay oyat bo'yiga tikilib qaramadi. Haras, bugundan boshlab Ayaz siz aytgan tamoqni yeydi, o'shig'roq qilasiz.
Vey, qo'ymara, bek obdan bo'pti xal ayhada. Oyat buning cheyining chechakliganligi oq posmaloq yuzidan bilindi. Oyazgam yolg'iz jiniga qozon esib nima gapdi? Shuncha dochining ish kushining hidisidan chiqsa-mu cho'ng gap. Ko'k tatliq, anarliq, gultakchilar, mevaliklar, yana bo'ldi, bering. Xalqay qo'lini ko'tirishi bilan oyat bo'y chiqib ketdi. Voy, nimandaq to'la gap bu? Odamning ishini siqib. Yosh tulqasa, xaqiligida so'zlab qolamdi nima? Oyat bo'yning tuyuqsiz paydo bo'lishi ham uning vit gaplari Xalqayning kayfini uchirardi. Boyiqi qiyomiga yetgan his tuyg'ular huzuri endilikda pastgo'yga tushgan edi. Biroq kashlik tomoqlar yeyilib, gugum pardasi qoplash bilan hech qachon bo'lib boqmagan bir xil puruqtirmaliq, taqazoliq, qizg'anish, zahar zuqumlari oralashgan kundashlik Xalqayning yuragini olqonlarga elib oldi. Mana u derazadan sirtqa tikilib o'ltirgani ekan. Lekin tamoq sunib berish uchun Oyazning uyiga kirib ketgan oyatbi teqchila chiqmadi. Agar tamoqni yeb bo'lg'icha saqlagan taqdirdimi, yarim soat ketmas. Oyaz tamoq yesa oyatbi choyni shubamagandan keyin bir bo'ytaqning uyida nomus qilmay shunchalar o'ltirgan bormi? Voy, jigdi chichiga purab qolgan inak. Qaranqu tushdi. Xalqay tip bo'g'inidan hujra ichida to'xtamay mengvatadi. Uning ko'ziga onarliq tikiga o'xshab ketadigan ermishib, chirmishib ketishlar. Hatto qipyalang'ash bir cho'qanning qovul qo'ynida beliqdek to'lg'inishlari deganda ko'rinishlar oydilan ko'rinishga boshladi. Taqti taq bo'lgan Xalqay u ikkisining zodi nima qilayotganligini bilish uchun hujradan amdili chiqishiga Oyazning eshigi ochilib, oyat bo'y chiqdi. Arqadan uni uzitib chiqqan Oyazning egiz gavdasi ko'rindi. Ikkala qo'lida china taqsa, choy cho'gini bor oyat bo'y gulliklar ichidagi tor yo'l bilan takaslab kelishga boshladi. U Xalqayni ko'ribla hudiqqandek bo'ldi-da, "Oyazqamga tomoq olib bergandim" debla oshxonaga mangdi. Biroq Xalqayning "To'xtang" degan ovozi uni turgan yeriga maqlab qo'ydi. "Siz tomoqni Oyazga chaynab yig'izib qo'ymagansiz." Xalqayning ta'addisi oyatini tamtirtib qo'ydi. "Qandoq degan gap bu? Bir bo'ytaqning uyida shunchalar o'tirib olgan bormi? Oyazgam tomoq yeb bo'g'icha qarab turdim shu. Ayaz bir sivat halab yemagandi. U tomoqni yeb bo'lgandan keyin azroq mongdashdiq shu. Mongdashdiq? Xalqayning ichida bir yerlari muz tushgandek saskinib ketdi. Ma'qul, mongdashdiqdan. Qolsizku, monglaringlar yig'ilib qapti-kanda. Xalqay xonim, boshqacha o'ylab qolmang. Mongdashdiq degan bir iliq so'z bilan kapkizib qo'ygan oyat bu oxirida nima deyishini bilolmadi. Endi shu zerikib mana ko'r. Terak patmagan gelimga ot kallasi o'ldirib degandakli ish bo'ldi. Mungdashtiqning hisobini beranmayotgan oyat bu zerikibdan iborat nashtar bilan balaning qepini yardi. Xalqay chivin yutib olgandek saskinib ketdi. Bu turdi nazirning dachisi. Xalqay g'azab bilan vaqirdi. Mundashadigan zerikib ish pushig'ini chiqaradigan joy emas. Ondaq ishlarni osmonikan qo'noqliq hammalaringizga qiling. Xalqay hujrasiga kirib ketdi. Uni ochiq yultib oldi bo'g'ay, jaloqlab titraydi, hasratdi.
Ko'zlarini nefis pərdə qaplavaşqa hamma nima kirimsan ko'rinadi. Oyazning uyidan uzungacha chiqmagan oyat bu uning kundashligini qo'zg'ab qo'ygan edi. Endi ko'taralmasang sangiltib ol degandek mungdashdiq, zerikibga o'xshash gumon paydo qiladigan ikki bisliq so'zlar yavash, muloyim, samimiy Xal'ayni asabiylashtirib qo'ydi. U buruqtirmiliq ichida o'ltirganida koridordan oyat bilan Xal'ay hada choyni damlab plitaning ustiga qo'yib qo'ydim. Biz bu xazinasi ondan palampaylardan taqildab tushgan shapi anglandi. Xal'ay oyat bilan hech ish yuz bermagandek tabiiy ovozidan keyin sal asliga keldi. To'xta. Xal'ay soni ko'mayla ishdan sog'andek ish qildimi qandaq. Ularning har ikkisi mushu dochining xizmatchilari. Mundaqcha aytganda kasbdoshlar. Albatta ularning deyishadigan gaplari bo'ladigandir. Bo'lmagan taqdirdami Xal'ayning ular bilan nima ilota turi? Uning eri tursa, erdan iborat qo'lida qo'ysa, putida kishkal, bo'ynida zanjir turg'liq, yana boshqalarga bo'yindisa bu axloq fazilatni tark etganlik-ku. Endi oyoz bilan oyat bo'ladi bundaq iskanjalar yo'q. Ularning birsi bo'ytaq, birsi tul. Öz ara mungdasa ish pushig'ini chiqarsa nem bo'pti? Öz ara mungdasa ish pushig'ini chiqarsa nima bo'pti? Bu so'z Xal'ayning eg'iziga rasmiyat uchun kelganda qilamdi, qandaq bo'lmasa, yuragi nima uchun yo'q, zinhar bo'lmaydi deb nola qiladi. Hey, nima degilik? Yanala ayol kishida. Her qancha latafatlik ham salofatlik, aql idraklik bo'g'ini bilan yurakka toliq ishlarga kelganda hech kimga shafqat qilg'usi kelmaydi. Mana ko'ngilning ulug'ligi ham saronligi mushundaq nozik ishlarda osonli chanadi. Xal'ayning geli qurib ustab qolgan edi. U oyat o'ldamlab qo'ygan choyni akirish uchun koridorga chiqib cho'chib ketdi. Chunki hovlidagi gul takchisi yanada bir kim putlarini uzun sunib yotganda qiladi. Xal'ay palampay chirig'ini yoqdi-da, deb yoqisini tutdi. Kechada qo'rqinchli ko'ringan bu g'alati narsa yolg'iz qolgan Xal'ayni qo'g'dash uchun Oyazning selib qo'ygan o'rni edi. Xal'ay chaynakni akirib dariza oldida choy ishkach, bir parcha kigiz, ko'ni ko'rpa ham bir dona yip adyal bilan tayyorlangan oddiy o'ringa qarab qo'yadi. Bir chaqdala qo'l chirig'ini ko'targan Oyaz bog' tarafdan keldi. U palampay chirig'ini o'chirgandan keyin chaq yoqilib oq ko'nglikini beshidan sug'urib yostiq yeniga qo'ydi. Ondan tambilini serib oyoq osti tarafga tashladi. Gerçi qaranguda Oyazning kuchlik bilak, tom yo'ta, kam ko'kraklarning iznasi g'uva ko'ringan bo'lsa-mu, Xal'ayning gul teni jimirlab, yuragi dipildab ketdi. Hem shu hamon Oysima bilan monchada deyishgan gaplari esiga kelib qoldi. Haq degan bek osh ko'z keladi. Birga yotgandan keyin ayol kishini bekor qo'yamdi. Texsiz shuncha chiroyli tursangiz. Eringiz Oyaz bek osh ko'z o'xshamamdi. Viyay, uni bir deyman. Uning rosa qiran vaqtidan 46 yosh erlarning bo'ri vaqtimish. Oyazning kechidagi kirimsan simasiga qarab o'ltirgan Xal'ayning ko'ngliga boyiqi ish yana kirib oldi. To'g'ri. Ular shuncha uzoq zodi nemish qilishqandir. Oyaz qaraniga yetgan bo'ri. Oyat bu bo'lsa, qisir qolgan inakdek buqining g'imida. Undaqda ular ha deb bo'g'icha, u deb yemishib ketgandir. Cho'qim shundoq. Oyat bu yosh ham sho'x cho'kan.
Oyazda qomatlik erni tapqanda kichik tillarimi sayrab ketdi. Xol ayning ko'z oldiga asabiylarcha suyishish, pomlaqlashayotgan qip-yalang'och Oyaz bilan oyat bu kelib oldi. Ular nimalarnidir deb shivirlashadi. Tatliq kulatdi. Oyat bu ingraydi. Kuchlik bilaklar nozik bellardan qamalib olgan edi. Bağan seri bir aramlık içinde qalğan xol ayı kiyimlerini selip yetib qaldı. Amma uyqu keladiğandek emas edi. Xiyalidagi yeliqi ikki yalang'ochning harakatları, laziz suxan tilleri qiyamaga yetib xol ayni sherin azap ichida qiynaydi. Shundaq turg'liq u ko'ngil ekranida uningga tikilib turgan yana qandaq turib bir xol ay bilan takallashmoqda edi. Oyaz meni yaxshi ko'rmaydi-kanda, shunga daryo bo'yida onarliqda bo'ri bo'lanmadi-ku. Yaxshi ko'rsin, ko'misin, sening ering tursa, u er emas. U erlikini shaltoqlarning yunda avrazlarida yo'qotgan bir buzuq. Shundaqdimi, yovvoyi nafsoni yig'. Bilamsan, men odam. Xudo meni nafsim bilan tang yaratgan. Bu dunyodagi Alloh ata qilgan ne'matlardan bahramand bo'lishim kerak. Helimu fazilat bobidan chiqmay yashab keldim. Endi nima qilmoqchisan? Alloh yarilish o'zingdan degan ekan. Shunga ozg'ina g'animat umrimda mushu dunyodan o'z nasibamni olmoqchiman. Bu sening qaroringmi? Nimandaq bu xiyollarga kelib qolgansan? Men ömür bo'yi sodiq bo'lgan erlarning hammasi meni xo'rladi, dafsanda qildi, azobladi. Xo'rliqning ta'mini ularni tetib baqsa deyman. Hey banda, qisosxo'r banda. Yana shu bandichilikingni qo'ymabsan-da. Oy tug'di. Onun sirli köküş nuri derizlerden marab kirib, vujiri içine g'uvay yo'ritdi. Xol ay nefis yipek rubashkisi bilanla o'rnidan turdi. U putiga sapni kashni kiymayla, gilamda yumshoq mong'inicha eshikni avaylab ochdi-da, lippida koridorga chiqib oldi. Ondan palampaylardan shapi chiqarmay shipildab tushdi. Oyaz rivoyatlardagi palvonlardek qo'llarini tashlab o'ngdisiga yotadi. Yip adiyal serilib pastga tushib ketgachgimi, uning katman yuzida kang ko'kraklari oy nurida egiz-pas do'ng edirlardek ko'rinadi. Xol ay uning qishig'ini cho'qchaydi. U titraydi. Nafaslari tezlashib halsiraydi. Tomoqlari qurig'andek bo'lib, ko'zlari besaramjon yaltiraydi. Uningdagi qo'rqish, andisha Oyazni ko'rish bilan hayajon iztirobiga aylanganda qiladi. Uning ko'zlaridan yeniyotgan nur chiqillardan bir tashnoliq taraddudini ko'rib olish tasamas edi. Xol ay nozik barmoqlari bilan sovuq terligan ko'krakni asta siladi. Siz Oyaz ko'zini palladi echib, xol ayning yalang bilaklarini ushladi. Bu rastilla tinch. Xol ay Oyazning eg'izini barmoqlarida to'sdi. Ishonmayapamsiz? Xol ay. Oyaz xol ayning belidan qamalligancha ostiga besib oldi. Bu tova tushamasdi ha. Erdiyal ichidagi ikki tan yalang'och edi. Bozg'andek chang qo'llar, o'qidek oq ham yumroq qo'ltiqlar ostidan o'tkazilgan bo'lib, xol ayning qunduzda qop-qora chashlar qoplagan muborak beshi kang olqonlarda edi. Soqollaringizni olsangiz bo'lmamdi? Hasrab shivirladi xol ay. U marmardek siliq bilaklarida Oyazning bo'yniga g'ira selib olgan edi. Yuzlarim ichib ketdi. Unutmaydigan bo'lsiz.
nil ranglik osmon gumbizi jaraqlagan yulduzlar bilan to'lgan edi. Go'yo kinzaklar ara saylani uzayotgan parizatdek bir tarafi dog'lashgan oy tarafga boqqa nazar tashladi. Nazar tashladi-yu, o'zini aqlachib, nilpiz bulut pardalari ichiga yoshirindi. Shundaqdimi, to'limi mo'ngluq ham tatliq ingrash bir pas anglanib turdi. Ondan asta-asta pasayib ketdi. Tova, men bugun nima bo'ldim? Xalay bilaklarida ko'zlarini to'sib oldi. Zotining tiniqlarini unutib ketibdiman emasmi? Endi nima? Pushaymon qilyapsiz? So'radi Oyaz bilaklariga beshini qo'ygan holda. Elimi shuncha yillar sabr toqat qilib keldingiz. Bu bir ayol kishi uchun osonmi? Siz nereden bilesiz? Rahmetlik Oysime deb bergan. Ayollar o'ttirsida bo'lingan gaplarni eriga deb bergan bormi? Siz xotinchilikni tushunmaydi ekansiz. Haqiqiy bir-birini yaxshi ko'rgan xotinlar orasida sir bo'lmaydi. Ondaqda siz meni yaxshi ko'ramsiz? Dilqut xazinasi. Sizni ko'rgandan beri yoshiron yaxshi ko'rib keldim. Oyaz Xalayning yalang dumba bilaklarini siladi. Ammo menda nima amal? Siz baribir boshqalarning be. Agar o'ylanib qolsangiz unutib ketasizmi? Mushu oydin kechidagi bandichilik yuz bermagan bo'lsa, balkim unutib ketar edim. Oyaz oyga qarab eg'ir o'ksindi. Endi boshqa ayollar hargiz sizning o'rningizni bosolmaydi. Ko'nglimdikini desam, siz ato qilgan lazzatni berolmaydi. Oyat bu-chu? Oyat bu? Oyaz ochiqqina kulimsiradi. Sizmi sezib qolibsiz-da? Biz yuqorida qayd qilib o'tgan edik. Oyat buning Oysima qazo qilgandan keyin o'zini tuzab, abjil yasanib, pat-pat o'sma qo'yib, chochlarini yelimlab tarab yurishimi yanala shu Oyaz uchun edi. Uning "Voy Oyazga, ustimadingizmi? Oyazga charchab qolgan o'xshamabsiz. Oyazga uyingizga kirib tamoq etib beraymi?" degandek o'shki yog'larini eritib ketishlarining tegiga yetgan Oyaz uningga sovuqmi emas, issiqmi emas muomala qildi. Hatto Oyat bu bir qatim to'y qilish taklifini qo'yib edi. Oyaz kulib turib, "Oyat bu, Oysimaning yili bo'lmag'icha men mundaq ishlarni o'ylashni o'zimga ravo ko'rmayman" deb javob berdi. Bu albatta kavobmu ko'nmaydigan, zig'mu ko'ymaydigan mo'tadil javob edi. Eren daryo bo'ylaridagi urg'an salqin shamol Xalayning yalang bilaklarini, yumaloq murilarini muzlatib qo'ydi bo'lg'ay, u adyalni yuqori tortib, Oyazning issiq bag'riga texama singib kirdi. Oyazmi uning orqalarini qichib yugab, nozik bilaklaridan siliqqina o'ziga tortdi. "Yaxshi ko'rmagan ekansiz, ochiqlab javob bersangiz bo'lmamdi? U cho'qqanni umidsizlantirib qo'yg'icha." Xalay yuzini chin ko'kraklarda baqdi. "Tayinliq meningmi maylim bordimi?" "Qiziqkansiz Xalay. Oyat bu turdi nozirning ko'z qulig'i tursa, agar men uni umidsizlantirib qo'yg'idak bo'lsam, u yana qanchalik shumliqlarni qilar. Tilxatni o'g'irlashda uning ishlatgan hilisi sizga ayon-ku." Dilqut şirketide avazı elinip Dilqut to'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jalolidin Bähramnىڭ "Kömürçü, Bala" nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.